ana, o aldığımızga. Qo'ymaydi. To'xta! To'xta! To'xta deyman! To'xta! Tez qo'g'langlar, uni qochirib qo'ymaylik. Voyjon! Faqat bo'linglar. Oxirgi zo'ravon terrorchi jinoyatchini qochirib qo'ymaylik. Xo'p. U mahallaga kirib oldi. Bir-birlab inchika oqtiraylik. Bexatarlikka diqqat qilinglar. Sen kim? Anarxon, bu men. Ahmad. Nima deb derisiz siz? Anargilim, seni bak sig'inib ketdim jenim xotin. Necha kundan yaqin ketdingiz. Uyimizni, bolamizni rostila unutib ketdingizmi? Bu gapni deyishmayli. Anarxon qo'zig'im ichib o'lay dedim. Chopsan yigidak bir narsa akagina. Ma'qul, hozirlaygilay. Oy xudoyim-ey, nimancha ichirqab ketgansiz? Necha kundan yaqin nega bordingiz? Ahmad, zaten nima ish bo'ldi? Men Ahmad, ikkimiz kichigimizdan billa cho'ng bo'lgan omroq bir juplamiz. Siz aytgandek, men sizning eng suyimli xotiningiz. Siz mening eng ishonchli erim. Menga tegilib bo'lmaydigan nima ishdi u? Anarxon, sana aytib beray. Men jihodga qatnashdim. Bu nima qilganingiz? Men birodarlarim bilan birga pichoq ko'tarib, Noya bozorni ma'lumon qilib keldim. Yo'q, yolg'on aytyapsiz. Siz hargiz unda qilmaysiz. Siz shuncha oq ko'ngil, mehribon odam tursingiz, bunda qabih ishlarni qilasizmi? Ayting, bu yolg'on, shundaqmi? Sizga ishonaman, jinim Ahmad. Umaq qo'zam. Yig'lama. Dadam qaytib keldi qo'zam. Yig'lama. Bola qiziqtirdi-ku. Bola qizib qapti. Darhol yezi shifoxonasiga oboraylik. Tez bo'l. Ana avu Ahmadning uyi. Siz sirtga chiqalamsiz. Biz qaysi yuzimiz bilan sirtga chiqamiz? Bolani sen apa. Men darhol yoshirinmasam bo'lmaydi. Kim? Ushal xizmat guruhidagi Jawxong. Jawxong acha. Mana hozirla. To'xtab turing. Anarxon, chopsan eshikni och. Men dadam. Dadamkan, chopsan yoshirni veling. Agar men osiylik qilsam, jenimdan ayrilib qolaman. Anarxon, chopsan eshikni och qizim. Mana keldim. Dada. Anarxon, sana nima bo'ldi qizim? Eshikni ajab uzoqda ochding-ku. Yo'q, hech nima bo'lmadi. Jawxong acha, dada, ishga kiringlar. Anarxon singlim, hozir butun kanatdagi yurtdoshlar harakatga kelib, zo'ravon terrorchi jinoyat qo'mondonlarini izlayapmiz. Shunga yashanganlar, bolalar va ayollarning uydan sirtqa chiqmay, bexatarlikka diqqat qilishini uqtirg'ash, kanat mudiri ishkimiz bilan yo'qlab kelishimiz. Mundaq ishganda, Jawxong acha, dada, rahmat sizlarga. Men nay topdan turyapman. Voy, jiq to'qibsiz-ku. Bak chiroyli bo'pti Anarxon. G'ayrat qilib texmi ko'proq to'qing. Kelar oyda viloyat bo'yicha o'tkaziladigan yarmankaga davlat ichi va chet eldan nurg'un savdogarlar keladi. Bu atlaslaringizni cho'qim yuqori bahoda sota olasiz. Rahmat Jawxong acha. Anarxon. Dada. Necha kundan beri Ahmad hech ko'rinmaydi-ku. U uyga keldimi? Yo'q, kelmadi. Dada, Ahmadga zaten nima bo'pti? Kishilar uni begunoh ammo hujum qilishda terrorlik harakatga qatnashgan deb gumonlanyapti. Hozir uning sheriklari qo'noqlikda qurshov ichida qoldi. Uni ko'rsang darhol soqchiga ma'lum qil, ya'ni yomon ish qilib yurmasin. Dada, undaq emas-ku. Anarxon, mening avtonom rayondan yezig'i xizmatga tushganimga 1 yil bo'lay deb qoldi. Hammaylar Ahmadni qobil, kuyimchan yaxshi yar deb qaraydi. U undaq ish qilgan bo'lsin yoki bo'lmasin, jamoat xavfsizlik idorasiga berib ahvolni aniq tushundirsin. Lekin u nahiyadan uyushtirgan asabiylikni tugutish tashviqot faoliyatiga sizmi qatnashdingiz-ku? Jinoyatini tunib o'zini ma'lum qilsalar, hukumat kengchilik bilan bartaraf qiladi. Anarxon, obban qizim, sen o'qiyotgan vaqtingda ittifoq a'zosi eding. Menmo peshqadam kommunist. Bundoq oshpushliq paytda haq-nohaqni aniq ayirishing, kimning gapini anglash, kimga ishonish, kimga ergishib menishni esingda ching saqlashing kerak qizim. Dada, men bola shunchoq qizitib ketgan tursa, nimishqa doktorxonaga opamidinglar? Bolani shundaqmi boqamdi qizim? Chopsam doktorxonaga opa. Yo'q, boramayman. Anarxon, bu nima deganing qizim? Yo'q, kerak yo'q. Uyda dori bor, ish kuzib qo'ysam yaxshi bo'lib qoladi. Dorini nima qo'ygan bo'g'iydim? Asta, tezroq bo'ling. Bola baq qizitib ketibdi. Doktorxonaga opamisiz chatoq chiqadi. Yo'q, opamayman. Chiqib ketinglar. Qizim, soati nima bo'ldi? Erimning kelishini saqlayman. Anarxon, qizim.
Dada, bana işinin. Hazır hemmedən balını qutquzuş mühim. Balını doktorxanaga men aparay. Jauxun aça. Xatirjam bolup, o bulmadır, bana eli. Canım balım. Anarxan, meni suydiğinini, bana asilik qılmaydığını biletdim. Sen mening eng güzel, eng suyumlik Anargülüm. Lekin dadamni shundaqla tuqqandan chara jauxun achamni aldidim. Ahmet, hozir ko'nglim bek parakanda. Qattiq qo'rqyapman. Qo'rqma, ularning gapiga quloq solma. Biz jihad qilib shehid kelsak, boqi dunyoga borganda jannatga kirib, rohat farog'atda yashaymiz. Anarxan, men sana umrvoyat kuyinaman. Gapimga ishon. Meni jannatga billa oparaman degan quruq gapingizga kim ishonadi? Sen tushunmaysan. Necha kunning yaqi kentimizda turishli kadrlarning asabiylikni tugitish to'g'risidagi leksiyasini angladim. Siz deyotgan gaplarning hammasi diniy asabiy unsurlarning odam aldaydigan gaplari. Begunoh ammani o'ldirgan odam qandoqmi jannatga kira olsin? Qatillik qilgan yomon kishilarning hammasi jannatga kiradigan bo'lsa, bu jannat bek qo'rqinchli bo'lmamdi. Mening undaq jannatga kirgim yo'q. Bildirma, jihad degan hammadan ulug'. Ajiba, siz o'zingizni vayron qilish bilan qilmay, yana bolam ikkimizni va oilamizni vayron qilgandan keyin ondan ho'shingizni topamsiz. Hey, Ahmet, siz sen... o'zgarib ketibsiz. Sizdan bek umidsizlanib ketyapman. Maktabdagi vaqtingizda uyg'onishda yaxshi uxlaqamay, dadamdan dehqonlar rasmi sizishni o'rgangan. Yana tehi pionirlar atrofida o'tirat boshlig'i bo'lgan edingiz. Bularni unutib qoldingizmi? Cho'ng bo'lib men atlas to'qsam, siz menga yangi nusxalarni layhalab yaratdingiz. To'qigan atlaslarim shundoq chiroyli chiqadi. Turmushimizmi shundoq yaxshi o'tib ketyapti. Lekin siz Mehmet To'xti bilan apoq-chapoq bo'lib ketgandan buyon kun bo'yi yoshirinchi tafsir anglaydigan qonunsiz tashviqot buyumlari va jihad to'g'risidagi sin buyumlarini ko'radigan bo'lib qoldingiz. Uningda deyilgini haqiqiy diniy aqidalar. Siz deyotgan ishlarni tushunmasligim mumkin, lekin shuningdan e'tiboran mijozingiz g'alatiylashib, gap qolmaydigan, kulmaydigan, naqsha aytmaydigan, usulni o'ynamaydigan, hatto meni kanatda o'tkazilgan mashrablarga bog'liq qo'ymaydigan bo'lib qoldingiz. Bizning diniy qoidamiz ashunda. Sendek xotin-qiz nimani biladdi? Shundaq, men bilmayman. Bu chaqit sizning og'zingizga qarab keldim. Lekin to'yimiz bo'lganda sizga kim gap o'rgatdikin tang? To'y marikimizda ya gul taqdim qilinmadi, ya mashrab o'tkazilib, naqsha usul o'rinlanmadi. Ahmet, bir qiz uchun to'y murosimida go'zal chaqlab bo'lmaydi. Lekin siz to'y murosimimizni motam murosimiga aylantirib qo'ydingiz. Hozir bularni o'ylasam, tenim shirkinib ketdi. Anarxan, to'y murosimi degan muqaddasdir. O Allah'ның nomi bilan o'tkazilganda ondan mangulik bo'ladi. Siz deyotgan atalmış muqaddas to'y murosimining zodi nima ekanligini tushunmayman. Lekin shunisi menga ayonki, mening yoshlik bahorim, go'zal ruxsarim, xushalliqim endi tugadi. Sana mening muhabbatimdan boshqa yana nima kerak? Sen degan mening xotinim. Sen qosh ko'zingni, livingni, go'zal chiroyingni, jalbkor badaningni, hatto biror tal barmog'ingni yot odamning ko'rishiga yo'l qo'ymayman. Siz bek shaxsiyatchikansiz, mening hissiyotimni o'ylab qo'ydingizmi? Men seni yaxshi ko'rganim, sana hisob bo'lmam-da. Yaxshi ko'rish degan shundoq bo'lamdi. Men sizdek baxtli turmushning qadriga yetmay, kun bo'yi sirtqa qatirab, uyga qaytamay, bolamiz og'rib qolsa doktorxonaga borishga jur'at qilmay yurayotgan odamning meni yaxshi ko'rman deydiganga salohiyatingiz yo'q. Men sen nimani bilading? Meni hech nimani bilmaydi deysiz, lekin men cho'nglardan Qur'on Karim to'g'riliq jiq anglagan. Qur'on Karimni sen tushunabdi? Qur'on Karimda ota-onaga vafodor bo'lish, bolalarga kuyinish, mehr shafqatli bo'lish, ittifoq, tinish o'tish ta'kidlangan. Buni bilmamsiz? Men Qur'on Karimda begunoh kishilarni o'ldirmaslik, fuqarolarga ziyon zahmat yetkazmaslik so'zlangan. Buni bilmamsiz? Bo'ldi, so'zlama. Men g'angrab qoldim. Siz diniy aqidalarni o'rgandim deysiz, lekin Qur'on Karimning haqiqiy ma'nosini tushunamsiz? Siz nimalar o'rgandingiz? Nima ishlarni qildingiz? Shundoq, men nima ishlarni qildim? Nima ishlarni qildim? Nima ishlarni qilib qo'ydim? Bu kuni men masjidda namoz o'qiyapsam, bir to'p odam bostirib kirib, jihad qilamiz deb to'ladi. Men nima bo'ldimkin tong? Qinim qisg'andek bo'lib, jannatga kirdigan chog' yetib keldi deb o'ylab, boshqalar bergan qilishni edib, ular bilan birga sirtqa etilib chiqdim. Shuning bilan menmi siz deyotgan jihad mushuma? Sizlar begunoh ammaga ziyon zahmat yetkazdinglar. Bu qilmishinglarni Alloh ravo ko'rmaydi. Sizlar jannatga emas, balki do'zaxga kirib, mangulik azob tortisizlar. Sizning orzu qilganingiz mushumidi? Kalınızda silkiytin Ahmet, zoravan terörçü unsurlar jihad qilishdan foydalanib begunoh fuqarolarni qalaymaqan o'ltirishdak chekidan oshgan jinoyati uchun chuqur jazoga tortiladi. Allah, nima ishqim bundoq bo'ladi?
Anarxon, hozir bak qo'rqib ketyapman. Acaba sen mendan yuz o'rmoqchimi? Dal siz o'zingizdan, mendan va bolamizdan yuz o'ryapsiz. Men Buni texnik tushunmayapsiz. Siz bundaq namuna qechib yoshirinib qo'rqinch ichida yursangiz, biz qanday kun kechiramiz? Bundaq qilsangiz ota-onamizga, bolamizga yuz kelalamsiz. Siz bundaq ish qilib yursangiz, el jamoatning oldida yuzimni qanday ko'tarib yuralayman? Shikir o'lkada to'liq o'tirsin, bu o'qiyotgan singlingiz qanday qiladi? Roshangul, To'g'ri, siz uningga bek amariq edingiz-ku. uningga nima bo'pti? Mana bu singlingizdan kelgan salom xat. Buni o'qisangiz, uning sizlarning qilgan ishinglardan qanchalik azoblanganligini bilib olaysiz. Roshangul, jinim singlim. Qadrlik aka, yanga, teshtiryapamsizlar. Beijingdagi to'liq o'tirish sinfida o'qiyotganimga 3 oydan oshdi. Bu yerdagi muallim saboqdoshlar biz Shinjonglik bolalarga bek amroq. Ular bizning o'rib-odatimizga hurmat qilib, turmushimizga e'tibor berib, o'rganishimizga ko'ngil bo'lib, bizga xuddi ota-ona, bir tuqqan qarindoshlarimizga ko'yinib kelyapti. Men go'yo yangi bir oila tepib olgandek his qilyapman. Lekin yaqinda televizorda Shinjongda orqa-orqadan zo'ravonlik, terrorlik voqealarining yuz berganlik to'g'risidagi xabarlarni ko'rib, men va yurtimizdan kelgan saboqdoshlar intayin azoblandim. Aka, yanga, menga tikizib bergan heliqi atlas ko'ylak esinglarda bormi? Saboqdoshlarim meni xuddi anar go'ladek maktabimizga husn qo'shdim deb ta'riflashidi. Lekin uni hozir kiyib sirtqa chiqolmaydigan bo'lib qoldim. Chunki u chiroyli, tabiiy atlasga qandayga yo'qib qolgandek his qiladigan bo'lib qoldim. Terrorchi, asabiy unsurlar, begunoh kishilarni qalaymaqon o'ldirgan qotillar millatimizga, yurtimiz Shinjongga nima olib keldi? Aka, menga aytib bergina. Menga aytib bersangchi. Bolam, jafo chekdim. Sen cho'qim saqayib ketsan. Doktor, tez keling, tez bu yoqqa keling. Men jinoyat o'tkazibdiman. O'zingizni ma'lum qilishga men billa boray. Ah xudo, men nima ish qilib qo'ydim? Atsi saharda Ahmad Anarxonning hamroligida shu joyda turishliq soqchixonaga berib, o'zini ma'lum qilib, o'zining jinoiy qilmishlarini tashabbuskorlik bilan topshirdi. Va parda oqisiga yoshirinib olgan Noya bozoridagi zo'ravonlik, terrorlik hujum qilish delosining planlovchisini fosh qildi. Ahmadning agashkuchi jinoyatchi hamda tashabbuskorlik bilan o'zini ma'lum qilib, zo'r xizmat ko'rsatganligini nazarda tutib, sud mahkamasi qonun bo'yicha uningga yenikiltib jazo berdi. Diniy asabiy ideyaning qaymoqtirishga uchragan qarindoshlar, baldiroq uyg'unib, tasdiqni qo'lga kelgan yaxshi kunlarimizni qadrlanglar. Men turmadan chiqib, yaxshi o'zgarib, yangi boshdan odam bo'laman.